Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hammamiz bir bo'lib alhamdulillah deylik. Alhamdulillah. Ey Xudoga shukr. Shu kun, shu yil, shu soat, shu daqiqada, shu masjidda, ibodatxonasida, namozxonlar safida qiblaga mutavajjih qilib qo'yganligi uchun Xudoga hamdlar bo'lsin. Iftorga ketyapmiz. Xalqlar do'stligini oldidan o'tib qoldik. Yerdagi jamoatni ko'rib, yerda xatmona bo'lyapti shekil degan xayolga bordi. Tumonat odam, sig'ib bo'lmaydi hech qayerga. Voy birodarlar, xalq tepasiga nima sinov turibdi, nima g'am turibdi-yu, ularni ko'yniga qana qilib bu ko'ngil xushlik sig'yapti deysiz. Qana qilib shuni qabul qilyapti deysiz. Bu nima, musulmonning ustidan kulishmi yo Ramazonning ustidan kulishmi, nima bu o'zi? Voy hammasi kelib mana shu yerga agar joylasa ko'chalarga ham sig'may ketadi. Duo qiladigan kunlar emasmi bu? Xudodan panoh so'raydigan, shifo so'raydigan soatlar emasmi bu? Shuning uchun Allohga hamdlar bo'lsin. Ko'rgan, kechirgan har bir narsadan birodarlar ibrat olaylik, ibrat olib turaylik. Shular qatorida bo'lmaganimizga shukr. Hazratda bir Alloh rahmat qilsin gaplari bor. Haligi ko'cha-kuyda nima ko'p, avariya ko'p. Biri bilan so'qishgan, biri bilan har kuni ko'ryapmiz bu narsalarni. Hadi shularni videoga olib tarqatavermasdan, Parvardigor shu insonlarga yuborgan sinovni, baloni menga yubormaganing uchun senga hamd sanolar bo'lsin deb qo'yinglar. Mana bu ibrat birodarlar. Va ko'p aytaman, Imom Shafiy rahmatullohi alayhining bir zarbul masallari bor. Uni eshitgansizlar. Sher, bo'ri, tulki ovga chiqibdi deydilar. Ovga chiqib bir kiyikni, bir echkini, bir quyonni ovlabdi. Ovdan keyin hammalari mamnun bo'lib, xursand bo'lib, bu o'lja buguncha barakotli bo'ldi, ovimiz barolidan keldi. Endi qani buni bir taqsim qilaylik, qaysi birimizga qanchadan o'lja tegar ekan bo'ri, qani siz taqsim qilingchi desa, bo'ri turib taqsim qilishni boshlabdi. Kiyikni podshohimiz yesinlar, echkini men yeb qo'ya qolay, quyonni tulki yesin degan ekan. Ey noinsof, badbaxt, muttaham, birovni haqqidan shunchalik ham qo'rqmaysanmi? Bu bechora tulki biz bilan barobar yeldi, yugurdi, birga mehnat qildi, xizmat qildi. Nimaga men ko'p, sen ko'proq bu kam yeyish kerak ekan? Badbaxt deb bo'rini boshiga bir mush tushirdi, dup etib tushirdi-yu. Qani tulki siz taqsim qilingchi dedi. Tulki turib odob bilan aytdiki, kiyikni podshohimizni erta bilangi nonushtaga o'zlari yesinlar, echkini abedga yeb qo'ya qoling. Quyonni bo'rikalanglar bir balo qilarsizlar dedi. Bu tulki ajoyib taqsimot bo'ldi-ku, bu taqsimotni kimdan o'rganding desa, bo'rini boshiga tushgan mushdan o'rgandim degan ekan. Imom Shafiy aytadilar-ki, birodarlar, aqlli inson birovni boshiga tushgan ishdan, birovni boshiga tushgan mushdan ibrat olib, xatosini tuzatmagan, ishini o'nglamagan inson haqiqiy aqllikdir deydilar. Agar shular aqlli deb o'zini hisoblayotgan bo'lsa, o'shalar endi mana bu yerda Hazratni kechagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Abu Dardo radhiyallohu anhu ga aytgan 9 ta nasihatlarida, sharhlarida xususan namoz to'g'risida nimalar bor ekan, agar ular aqlli bo'lsa, kim bu yerda aqlli? Hozir Allohning ibodatini qilayotgan musulmon bandalarmi? Allohdan panoh so'rayotgan, balolarga shifo so'rayotgan. Voy janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotli paytlarida Madina, Makka osmonida bulut paydo bo'lib qolsa, Rasulullohning muborak ranglari o'zgarib ketar ekan, oqarib ketar ekan, vahimaga tushib ketar ekan. Ya Allohning rasuli, axir qanchadan beri kutilayotgan yomg'ir yog'adi-yu bu bulutlar kelsa, nimaga siz vahimaga tushasizda
Ey birodarlarim, sizlardan, bizlardan avval o'tgan ummatlarda ham osmonda bulut paydo bo'lganda, hozir yomg'ir yog'adi, rahmatga serob bo'lamiz degan edi. Lekin u ko'ringan bulutlar ularning boshiga balolar olib kelgan edi. Bu bulutlarda ummatimga balo kelib qolmasmikin deb qo'rqayapman degan ekanlar. Bismillahirrohmanirrohim. Namoz o'qish bilan banda o'zining barcha ishlarini Allohga topshiradi. Banda o'z namozi ila o'ziga omonlik, xotirjamlik va najot tilaydi. Namozni huzurini kim his qiladi? Namozxondan boshqa qani ayting? Kim his qiladi? Voy, banda namoz o'qiydi 5 mahal, 32 rakat namoz o'qiydi. Har bir namozda banda bir namozni o'zida 12 ta farzini bajaradi. 12 taya o'zi bittasini qilish mashaqqat buni. Mushkul, mas'uliyat. Lekin namozxon banda bir namozni o'zida namozdan tashqarida 6 ta farzi bor, namozni ichida 6 ta farzi bor. Yana namozxon inson tahoratsiz namoz o'qishligi mumkin emas. Tahoratda 4 ta farzini ham majbur namozdan oldin qiladi. Buni kim huzurini biladi? Man jaddadal vuzu'a jaddadallohu imanahu deganlar. Kim tahorati bo'la turib tahorat ustiga tahorat olsa, Alloh taolo u ummatimning iymonini yangilab qo'yadi degan. Tahorat dardga shifo bo'lar ekan. Ruhni yangilar ekan, vujudimizdagi gunohlarni ketkizar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Namozxon namoz safiga kelganda Allohu akbar deb takbiri tahrima qilib qo'lni bog'laydi. Oyog'ini uchidagidan to sochini uchigacha bo'lgan gunohlar hammasi qiyom paytida boshga qarab yig'iladi, rukuga boradi, Allohu akbar deb rukudan qaytadi, sajdaga boradi. Kuzda daraxtdan qandoq barak to'kilsa, namozxonning gunohi o'shanda to'kiladi deganlar. Rasulullohning aniq sahih hadislari. Bu baxtga kimga munosib bo'lyapti? Siz bilan bizga alhamdulillah. Namoz doim o'z egasiga ko'plab shaxsiy foydalar keltiradi. Qarang, shaxsiy foydalar ham bor ekan namozda. Avvallarda qimorbozlar bo'lar ekan. Qimorda pulini tikar ekan, yutqizar ekan, yana tikar ekan, yutqizar ekan, yana tikar ekan, yutqizar ekan. Oxiri xotinini tikib olar ekan badbaxtlar. Xotinni ham yutqizar ekan. Boyagi yutvaganlar endi yutug'imizni olamiz deb boyagi yutqizgan badbaxt qimorvozi uyiga borar ekan. Uni xotinlar bilar ekan. Bu yerim shunaqa bir fanat qimorga mukkasidan ketgan. Hozir pulini yutqizsa meni ham tikib yuboradi deb qo'rqishda bo'lar ekan. O'shaning uchun oldindan hozirligini ko'rib qo'yib, tayyorgarligini ko'rib qo'yar ekan. O'sha soat 11 mi 12 qimor tarqaydigan paytlarda tahoratini qilib, qiblaga joy namozni solib, qiblaga qarab hijobini o'rab turib o'tirar ekan. Boyagi xotinni yutvagan qimorvozlar kelar ekanda, buni xotini joy namoz ustida o'tiribdi. Agar biz buni hozir qimorda yutib olib kelsak, tan baloga qolib ketmaylik. Xotining o'zingga buyursin deb voz kechib ketar ekan. Insof qarang. Hozir o'shalarni navarasi masjidga kelib namozxonlar kurtkasini o'g'irlab ketyapti. Bobosidagi bor insof yo'qdi. Bobosida insof bo'lgan ekan. Hozirgi badbaxtlarda yo'q. Namozxonni Alloh taologa yaqin qiladi. Uning irodasini mustahkamlaydi. Faqat Allohdangina izzat talab qilishga o'rganadi. Izzat talablar borda. Izzat talablar bor. Bir haligi qarindoshini bir esdan chiqqandir yo tanishini esdan chiqqandir, to'yga ayta olmay qolgan bo'lsa, har xil tashvishlar, yugurlar bilan to'y yurmaysanmi? Ma'na aytgani yo'q-ku deydi. Nima xizmat deb borur, qarindoshing-ku, yaqining-ku, esdan chiqqandir. Hammamizni ham esimizdan chiqadi bunaqa narsa. Nima qilasan bandadan izzat talab qilib, Xudodan izzat talab qilsan, Alloh taolo seni aziz qilsin. Bandani namoz Allohga eng yaqin qiladigan ibodat bu namoz ekan.
Chunki bomdod namozini o'qib qolganini o'qimaydiganlari bor. Allohdan uzoq ular, Allohni unutdi. 2 mahal o'qiydigan shundoq yigitlar bor. 4 mahal namozni peshin, asr, shom, xuftonni jamoatlarda izlab qidirib o'qiydi. Lekin bomdod o'qimaydi. Nimaga? Xuftondan keyin kirib boradi, bir yerda surib saunaga kirib olib, maza gaplari gaplashib o'tiradi, bomdodga uxlaydi. Yillar davomida bomdod o'qimaydiganlar bor. Bu eng Rasululloh nima dedilar? Munofiq uchun eng og'ir namoz bomdod bilan xufton deganlar. Chunki uyqudan voz kechish kerak edi, nafsi boshini yengish kerak edi, shaytonning belini sindirish kerak edi o'sha paytda turib. Namoz insonni bu dunyo matohlardan o'zini yuqori tutishga o'rgatadi. Namozxon insonday qadrli inson yo'q Alloh nazdida. Eng qadrli inson bu insonlar o'zi inson qadrli, aziz. Va laqad karramna bani Adam deb qarang. Men insonni aziz va mukarram, inson naslini aziz qildi. Lekin bu insonlarning ichidan tanlab olgan eng aziz inson kim? İmanlik, ibadatlik inson. Al-izzatu lillahi va li rasulihi va lil mu'minin. Sura Tavbani boshida Ali Abdurrahmon Qur'onlarda keladi. Qoshiyasida azizlik Allohga xos, azizlik payg'ambarlarga xos, azizlik la ilaha illallohu Muhammadur Rasulullohni dilida iqror bo'lib, tasdiq qilib, tili bilan iqror bo'lgan inson eng aziz inson hisoblanadi. Mayli uni puli yo'qdir, mayli birovlar oldida hurmati yo'qdir, mayli birovlardan qarzi ham bo'lsin, mayli odamlar uni odam o'rnida ko'rmasin, lekin Alloh nazdida u juda ulug' inson hisoblanadi, birodarlar. Shunda uni mensimadik, uni odam o'rnida ko'rmadik, uni nima qilsam qilaman dedik, bir nima qildik, tamom qiladi. Shunda dargohga qo'lini ko'tarsa tamom. Kim bo'lishimizdan qat'iy nazar. O'shandan janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'shandoq insonlardan ehtiyot bo'lishlikni, shundoq insonlar bor, odamlar uni odam o'rnida ko'rmaydi, lekin dargohga qo'lini ko'tarsa, o'shani duosi arshga yetadi degan. O'shandan alhamdulillah mana musulmon odamlarda ko'rib yuramiz, o'shandagi insonlarni izlab, qidirib, xayri ihson qilib, ko'ynini ko'tarib yurishlik o'shandagi insonlarning duolarini, xayli duolarini olishga harakatlari bo'ladi. Namoz o'z egasiga mislsiz nafsoniy rohat va ruhiy farog'at bag'ishlaydi. Insonda ruh bor. Ruh o'ng sinamizning 2 ellik tagida joylashgan. Bu ruh bizlarni onamizni qornlarida homilaga ilashganimizdan keyin 4 oy 10 kunlik bo'lganimizda onamizni qornlariga kirib, bizni o'sha homiladagi, bachadondagi homilaga bizga mana shu yerga kiritilingan, ruh kiritilingan. O'shandan boshlab yurak ura boshlagan. O'sha joyda homilada jon paydo bo'lgan. O'shanda kiritilingan ruh yana 5 oy birga bo'lib inson jasadi bilan bu dunyoga keladi. Mana shu dunyoda yana 60 yil, 70 yil inson bilan yashaydi. Mana shu ruhni berayotgan paytda Parvardigori olam biror bir bandadan, "Ey bandam, senga jon beraymi? Kerakmi? Kerak bo'lsa beray" demagan, so'ramasdan bergan jonni olayotganda ham so'ramaydi. Yetar endi bandam, 75 urib qo'yibsiz endi, safarga chiqing endi, kela qoling demaydi. So'ramasdan bergan jonni so'ramasdan oladi. O'shandan o'zingni bil, Alisher Noy bobomizning gaplari, o'zingni bil, o'zgani qo'ygin degan. Buning zohiriy ma'nosida nima? Endi Adham qorini qo'ysangchi, muncha ustidan masqava ag'daraverasan, muncha buni haligi qilaverasan. Qildan qil qiydur qiz, ya o'zing farishtamisan, o'zing ham farishtamas tursan, o'zingda ham yetarlicha ayblar bordir degan ma'no bo'lsa, buni botin ma'nosi bor ekan. O'zingni bil, o'zgani qo'y. O'zing kim, o'zga kim? O'zing deyapti Alishernoy. Bu seni ruhing deyapti. Allohning dargohidan million masofalardan kelib seni tanangga jon kirgizgan, seni tanangni harakatga keltirgan ruhing bu o'zing. Allohning elchisi bu.
u ertaga chiqishda ikki holatda chiqadi deganlar. Iymonli insondan minnatdor bo'lib, rozi bo'lib, ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki radiyatan marza. Ey xotirjam nafs, endi chiqqin, Robbing sendan rozi bo'lgan holatda sen tanadan chiqqin deydigan kunda ruh minnatdor bo'lib, sohibiga rahmat etib, rahmat senga do'stim, qadrdonim, senga Xudo ro'para qilganga Allohga hamdlar bo'lsin. Sen meni e'zozlading, sen meni qadrimga yetding. Men xafa bo'ladigan, men ozor chekadigan haligi diskotekalarga, aroq-sharoq pivoxonalarga olib bormading, restoranlarga olib bor. Meni ibodatga, meni masjidlarga, tilovati Qur'onlarga olib bording. Men sendan minnatdorman. Hozir dargohga borib seni naqadar zo'r inson, mo'min ekanliging haqida guvohlik beraman deb tarqib etar ekan. Ikkinchi insonnikichi bugun kayf safo qilib yurgan, nafsiga qul bo'lib yeb ichib yurgan shaytonni malay bo'lganchi, senga la'nat bo'lsin der ekan. Hozir senga borib, Robbimga sen iflos odamligingni aytaman deb, u ham norozi bo'lib chirqirab ketar ekan. U tafsirlarda xunuk keltirgan haligi fojir insonni, fosiq, ibodatsiz insonni joni shu darajada qiyin olinar ekan, go'yoki aytadiki, xo'l shoxni haligi bir daraxtni shoxini xo'l junni ichidan tortganda qanchalik qiyin bo'lsa, fojir insonlarning joni shunaqa qiyin holatda olinar ekan. Namoz esa bizni ana shu ruhimizga haqiqiy halovat beradigan, haqiqiy quvvat beradigan. Mana charchisiz, bozordasiz, tijoratdasiz, uqilasiz, buqilasiz, bozor yugurasizda, qarasangiz peshin bo'lyapti. Peshinga yuguryapsiz, tahorat qilyapsiz, u ruhingiz og'zi qolishi boshladi. 10 rakat peshinni jamoatdan yo bir joyda o'qib oldingiz, peshindan keyin yana svejjiy bo'lib, trezviy bo'lib, yana ishga yugurib ketaverasiz. Mana namozda ana shunaqa ruhiy quvvatlar bor ekan. Namoz o'qiydigan odam g'aflat uyqusidan qutulib, ushbu hayotdagi o'z mas'uliyatini sidq dildan ado etadigan bo'ladi. Voy, haligi telefonda kelib qopti kecham boya. Bir qurilish stroyka bo'lyapti, bilmam qayerda. Bashinni kiran. Men haligi qurilayotgan uylarni sekin etajini sanasam 20 etajdan baland. U kiran undan ham balandda turibdi. Kiran manda strelasi turgan bo'lsa, mana bu yerda haligi o'rtasi, men bu yerda betondan haligi qo'yib. Mana shu yerda kiranchik namoz o'qiyapti. O 50 metrmi, 100 metr nariyoqda. Yana tagiga nima deb qo'yibdi? Baraka topkunlar. Kim yozgan bilmayman, baraka topsin deyman. Iymon bo'lsa imkon topiladi debdi. Iymon bo'lsa bo'ldi. Bizga qizig'i yo'q qayr. Alloh taolo yer yuzining hammasini Rasulullohning ummatlariga masjid qilib berdi. Avvalgi ummatlar faqat ibodatxonalarda o'qigan ibodat bo'lgan. O ana yerda o'qigan namoz bo'lmagan, ular ibodat. Kelish shart bo'lgan. Rasulullohning hurmatlaridan butun yer yuzi. Menga 5 ta narsa boshqa payg'ambarlarga berilmagan 5 ta narsa berildi deganlar, bittasi ummatimga yer yuzini qayer bo'lsa, o'sha joyda namoz o'qisa qabul deganlar. Dalangizdami, do'koningizdami, boshqa joydan o'qiverasiz, Alloh taologa dargohida qabul bo'laveradi. Inshaalloh suhbatimizni kelasi suhbatlarimizga ham qoldiraylik. Hammasini bugun gapirib qo'yib ertaga xayol surib o'tirmaylik yana nima derkanmizda. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Ya Robbimiz Alloh, senga hamd va sanolar bo'lsin. Bizni inson qilding. Inson qilib bor yo'lingni topib olib tashab qo'yganing yo'q. Bizni musulmon qilding. Hidoyatingga boshlading. Payg'ambaringga, habibingga muhabbatli qilding. Mana shu yerda turganligimiz, birodarlar, vaqtimiz boshqalardan ko'ra ko'proqligidan emas, boshqalardan ko'ra quvvatliroqligimizdan emas. Sani kalomingga bo'lgan muhabbat bizlarni mana shu yerda ushlab turibdi, shu yerga keltirdi. Allohim, kalomingni qiyomat kuni Rasulullohdan eshitishlikni nasib qilgin. Rasulullohga Xudo taolo amr qilar ekan, mahshar ahliga bir Yosin surasini o'qib bering der ekan. Voy, mahshar ahli xushdan ketib qolar ekan.
Keyin Alloh taolo o'zi Robbil Izza qudrat dovushi bilan o'zi tilovat qilar ekan kalomini, odamlar tamom bo'lar ekan. Voy birodarlar, buni orqasida shu mukofotlar turibdi, Xudo xolasa. Bugun mana bu qorakalarimizdan eshitayotgan kalomullohni ertaga Davud alayhisalom Zabur o'qiganlarini eshitamiz qiyomatda. Rasulullohni tilovat qilganlarini eshitamiz. Robbil Izzani o'zini kalomini o'qiganligini eshitamiz. Shu kunda ham mana shu jamoatni o'tgan otalar bilan, o'tgan avlodlar bilan, davr qiyomatgacha keladigan avlodlar bilan birga bo'lishligimizni hammamizga nasib aylagaysan. Bir rahmatika ya arhamar rohim.